mana shunaqa yiring qoldiqlari tomog'ingizda bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Vohma qilishga shoshilmang. Bu narsalar kaziozniy probka deydi ruschasiga. Bu ko'pincha surunkali tonzillit bilan og'rigan bemorlarda bo'ladi, chunki o'sha tomoq mo'rtaklarini lakunalari bo'ladi, cho'ntaklari kengaygandan keyin o'sha yerda ovqat qoldiqlari, bakteriyalar rivojlanib, mana shunaqa kazioz probkalarga aylanadi. Ko'pincha bemorlarni og'izdan noxush hid, tomoqda tiqilish hissi, bir narsa borlik hissi bezovta qiladi. Nima qilish kerak va qilish kerak emasligi haqida hozir gaplashamiz. Aslo o'zingiz barmog'ingiz bilan uni ezib chiqarishga yoki paxtali tayoqcha bilan chiqarishga harakat qilmang, chunki siz tomoq mo'rtaklarini travma qilib, tomoq yallig'lanishiga olib kelishingiz mumkin. Qilishingiz mumkin bo'lgan narsa har bir ovqatlanishdan keyin oddiy suv bilan tomog'ingizni chayib tashlang. Agar bu odat sizga yordam bermasa, unda lor vrachga murojaat qilasiz. Bu maxsus apparatlar yordamida o'sha lakunalarni tozalab, sizni bu darddan forig' qiladi.